Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Endi biz MRT haqidagi videomizni olishni boshlaymiz. MRT bilamiz, dunyodagi eng ko'p ishlatiluvchi, ayniqsa nevropatologlar tomonidan suyuq ishlatiluvchi tekshiruv, radiologik tekshiruv usuli hisoblanadi. Keling, dastavval uni yaxshi va yomon taraflarini ko'rib chiqsak. Yaxshi taraflaridan biri bizda MRT yumshoq to'qimalarni juda chiroyli holda ko'rsatib beradi. Bundan tashqari radiatsiya darajasi yo'q. Kompyuter tomografiya MCKTga qaraganda hozirgacha rak chaqirish kabi yomon risklari MRTni isbotlanmagan borligi. Demak, bu xavfsiz usul hisoblanadi. Kompyuter tomografiyadan ancha xavfsizdir. Endi noqulayliklar haqida gaplashsak, MRT kompyuter tomografiyaga qaraganda ko'proq vaqt oladi. Agar biz yana ham ko'proq rejimlarda tekshirishning sonini ko'paytirsak, unga yana ham 5 minut, 10 minut vaqt qo'shilib boraveradi. O'rtacha yarim soatni vaqtini oladi. Shoshilgan holatlarimizda, ekstremniy holatlarda bu uzoq vaqt hisoblanadi. Bundan tashqari MRTda vaqt ko'p olganligi sababli очередlar ham, ya'ni kutish navbatlar ham uzunroq bo'ladi. Kutib qolishga to'g'ri keladi bemorlarda. Aytib o'tganimizdek, shoshilinch hollarda ham bu ham kutishligi, ham uzoq vaqt olishligi bizga noqulaylik tug'diradi. Va gantri esa MRTning o'rtadagi chuqur teshigi, sodda qilib aytsak, biroz torligi sababli ko'p bemorlarda bu qo'rquv chaqiradi va odatda 5% gacha odamlar gantriga kirishga qo'rqqani sababli MRTga tushishni inkor qilishadi. Demak, xulosa qilsak, MRT bizda birinchi navbatdagi tanlov radiologik tekshiruv hisoblanadi. Lekin suakni tekshirishda biz ko'proq MCKTdan, kompyuter tomografiyasidan ko'proq ishlatamiz. Soft tissue, ya'ni yumshoq to'qimalarda ko'rishda esa MRTdan ko'proq foydalanamiz. Demak, endi biz asosiy MRT rejimlari haqida gaplashsak, MRT plyonkasini olib ko'rganingizda bir necha xil bir-biridan farq qiluvchi rasmlarga ko'zingiz tushadi. Bularni biz sodda qilib aytganda rejimlar deb aytamiz. Bizda bir necha turdagi bazaviy MRT rejimlari bor. Ya'ni har qanday insonga qilinuvchi bazaviy rejimlar bor va qo'shimcha MRT rejimlari bor. Demak, biz bularni rejimlar deymiz. Inglizchada ular sequences deb ataladi. Bizda quyidagi 5 ta asosiy bazaviy qilinuvchi MRT rejimlari bor. Bu T1 rejimi, T2 rejimi, Flare, DVI va T2 yulduzcha T2 star rejimlari hisoblanadi. Bular haqida hozir navbat hammasi haqida to'xtalib o'tamiz. Demak, biz bu rejimlar qanday qilib yuzaga kelishini fizik nuqtai nazardan albatta tushuntirib beriladi, lekin biz bunga chuqurlashmaymiz. Har bittasini soddalashtirilgan holda ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Biz bilamiz, MRT degani magnit rezonansli tomografiya deyiladi. Demak, magnit so'zi bor. Bizni har bitta hujayralarimizda mayda magnitlar bor. Endi sodda qilib tushuntirganda, bu magnitlarning xususiyati to'qimadan to'qimaga turli xil bo'ladi, ya'ni farq qiladi. Aynan shu farq qilishlar sababli bizda MRTda tasvirlar, sekvenslar, rejimlar yuzaga keladi. Endi T1, T2 rejimlari bor. Ularga ta'rif berish uchun bizda relaxation time deydi. T1, T2 relaksatsiya vaqti deyiladi. Bular nima? Yana bular aytib o'tgandek soddaroq tushuntirishga harakat qilamiz. Relaksatsiya vaqti bu demak, bizda magnit to'lqinlari organizmga yo'naltirilgan paytda protonlarimiz o'sha harakatga keladi va u magnit to'lqin to'xtagandan so'ng harakatlangan protonlar o'zini holatiga qaytadi. Aynan shu o'sha relaksatsiya vaqti deyiladi. Bu T1 va T2 bu ikkita ko'rsatkich hisoblanadi. T1da biz nimalarni ko'ramiz? T1 kartinkalarda
anatomiyasi va yog' strukturalari yaxshi ko'rinadi. Bizda yog' strukturalar, miyelinlar misol uchun yorqin ko'rinadi T1da. Erkin suyuqlik bo'lsa, misol uchun likvor u qora ko'rinadi. Demak, T1da qora likvorni ko'ramiz va oq moddalar, yog' bizda oqroq, demak gipertensiv ko'rinadi. Nima uchun ishlatiladi T1? Bu anatomik strukturalarni ko'rish uchun, misol uchun o'sha yog' tutuvchi o'zidagi anatomik tuzilmalarni ko'rish uchun ishlatamiz. Demak, T2 relaksatsiya vaqti haqida gapirib o'tdik. Bu o'sha magnit faza bo'lgan paytdagi protonlarni birgalikda harakatini yo'qolish vaqti deyiladi. Bunda suyuqliklar va anomaliyalar yaxshi ko'rinadi. Misol uchun opухоль, o'smalar, yallig'lanishlar, shishlar yaxshi ko'rinadi. Bizda suyuqlik yorqin ko'rinadi. T2da demak yorqin ko'rinadi, lekin oq ko'rinadi. Sodda qilib aytsak, T1 bilan solishtirganda esa u qora ko'rinar edi. Bu T2ni ishlatishimiz ko'proq suv to'qimalarda suvda qanchalik tutishini ko'rishda ishlatamiz. Bundan tashqari PD, ya'ni proton density tasvirlarimiz bor. Bu hozir deyarli ishlatilmaydi. Bularda tasvir qanday hosil bo'ladi desak, bu protonlarni soniga qarab, to'qimalardagi protonlar soniga qarab tasvirlar hosil qilinuvchi tasvirdir. Ya'ni aytganimizdek, bu hozirda qo'llanish kamaygan. Demak, eng ko'p ishlatiluvchi, ya'ni fundamenti hisoblangan rejimlar bu T1, T2 rejimlari hisoblanadi. Kelinglar, ularni batafsil ko'rib chiqamiz. Demak, bularni farqini ko'rib chiqsak, birinchi vizualizatsiya qilganimiz, ya'ni ko'z bilan qaraganimizda T1da likvor qorinchalar, ya'ni likvorlar qora rangda ko'rinadi. Ya'ni bu yerda yozilgan suv qora rangda. T2da esa suv oq rangda ko'rinadi. Asosiy farqimiz shu. Demak, eslab qolamiz. Biz T1da ko'rib turgan bo'lsak, bizda suv qora ko'rinib turgan bo'ladi. Agar biz likvorda ko'rganimiz u oq bo'lsa, subarxnada boshqalardagi likvorlar ham bo'ladi. Ular ham oq bo'lsa, biz T2da ko'rib turgan bo'lamiz. Bizda endi ularni yana ham kattalashtirib ko'rsak, T1 bilan T2 rejimda e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan modda bizda T1da po'stloq qismi qoraroq, oq modda oqroq ko'rinadi. E'tibor qilsalaringiz, bu yerda yozib ham qo'yilgan, chunki bizda miyelin bor. Miyelin oq moddada bo'ladi. Oq yog' bo'lsa, bizda T1da giperintensiv, ya'ni oppoq ko'rinadi. T2da esa korteks, ko'pdan sichqoncha ham ko'rsatilgan, korteks qismi bizda gipodens, giperintensivrok, ya'ni nisbatan oqroq, oq modda bo'lsa, bizda qoraroq ko'rinadi. Demak, yana bir takrorlab qo'yamiz. Demak, T1da korteks qismi, po'stloq qismi qoraroq, oq modda oqroq ko'rinadi. T2 rejimda bo'lsa, korteks nisbatan oqroq, oq modda esa bizda qoraroq ko'rinadi. Buni osonroq eslab qolish uchun mnemonika qilib olish mumkin. Misol uchun, T1da likvor qora ko'rinardi. Men bizda po'stloq ham qora. T2da likvor, suyuqlik oq ko'rinar edi. Demak, po'stloq ham oq ko'rinadi. Demak, buni qayta nimaga to'xtalyapmiz? Buni kengroq tushuntirib o'tamiz. Demak, shuni ham eslab qoling. Demak, yerga kelganda, demak bizda nimaga buni gapirib o'tdik? Bizda flare rejimi bor. E'tibor qilgan bo'lsak, T2 rejimida T2 rejimi bilan flare rejimida po'stloq va oq modda ko'rinishi bir xil. Ya'ni aynan bir xil bo'lmasa ham o'xshash. Ya'niki po'stloq T2 flare rejimida ham oqroq ko'rinmoqda. Oq modda esa bizda qoraroq ko'rinmoqda. Lekin farqi, likvor, subarxnada bo'shliqdagi likvorlar bizda T2da oq ko'rinsa,
flareda qora ko'rinyapti. Demak, aynan shu bilan farq qilyapti xolos. Demak, yana bir narsa aytib o'tish kerakki, flare ham bir T2 ni ko'rinishi hisoblanadi. Demak, pad rejim deb atashimiz ham mumkin balki. T2 ni yana bir ko'rinishi bu flaredir. Flare rejimi qanday hosil bo'ladi? Bizda erkin bog'lanmagan suv molekulalari flare rejimida depressiyaga uchragan holatda bo'ladi. Ya'ni ular nollashgan holatda bo'ladi tasvir olishda. Demak, nollashganligi suv molekulalari nollashganligi sababli T2 rejimida hosil qilishda ular o'z hissasini qo'shishmaydi. Demak, hissa qo'shmaganligi sababli flare ham T2 bo'lishiga qaramay u qora rangda ko'rinadi. Demak, bizda yana bir muammo paydo bo'lyapti. Bilamiz. Mana keyingisiga o'tkisak. Qora likvirlar T1 da ham qora ko'rinar edi. To'g'rimi? Likvir T1 da ham qora ko'rinyapti, flare da ham qora ko'rinyapti. Biz endi uni qanday farq qilamiz? Demak, biz tasvirda ko'ryapmiz, bu flaremi yoki T1mi? Qanday ajratib olishimiz mumkin? Demak, ko'pchilikda o'sha aqli ham yetdi shekilli. Biz o'sha oq modda va postloq bilan ajratib olamiz. Demak, boshida haligina biz mnemonik aytib o'tgan edik. Likvir qora bo'lsa, ya'ni T1 da likvir qora edi. Likvir qora bo'lsa, postloq ham qora bo'ladi. Bu T1 edi. Flare da bo'lsa, aksi bo'lyapti. Demak, likvir qora bo'lsa, postloq oq bo'lyapti. Demak, bu qarama-qarshi bo'lyapti. Shu orqali menimcha eng oson yo'li bo'ladi hisob qilishda. Demak, flare da oq modda yog'dan iborat. Yog' doim T1 da aytyapmiz, yog' doim T1 da oqroq ko'rinadi. Tahlil olish yana bir takrorlab o'taman. T1 da likvir qora edi, postloq ham qora bo'lardi. Demak, flare da esa aksi bo'ladi. Demak, likvir qora, postloq esa oqroq bo'ladi. Shu bizga ajratib olishga key point, ya'ni kalit so'z, kalit holat hisoblanadi. Demak, biz shu vaqtgacha ko'rganlarimiz bizda koronal rejimdagi tasvirlar edi. Undan tashqari MRTlarda, hamma kesmalarda ham turli xil o'lchamlarda, kesmalarda tasvirlar hosil qilish mumkin. Uchta bizda bilamiz kesma bor: aksial, koronal va sagittal. Demak, uchta kesma. Ushbu kesmamiz koronal plane'da, ya'ni kesmada. Ikkinchisi mana bizda yozib ham qo'yilibdi. Chap tarafdagi aksial kesma, demak T2 da berilgan, chunki likvir oq turibdi, va o'ng tarafda esa koronal T2 kesma berilgan. Nimaga aynan bunaqa tasvirlar hosil qilinadi? Chunki turli holatda ba'zi strukturalarni ko'rish qiyinchilik tug'diradi. Misol uchun, bizda aksial holatda epilepsiya bor bemorlarda bilamiz, ko'proq gipokampda patologiyalar bo'ladi, sklerozlar hosil bo'lib qolib, sudurga chaqirayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz gipokampni yaxshiroq ko'rishimiz uchun koronal kesma olishimiz kerak bo'ladi va gipokampning holati, struktura tuzilishi aynan koronal kesmada yaxshiroq ko'rinadi. Demak, davom etamiz. Bizda demak flare T2 rejimi, flare T2 ni bir sub ko'rinishi bo'lsa, ya'ni suv molekullari depressiyaga uchragan holatda bo'ladi. Nimaga bu rejimni qo'llaymiz? Chunki bu rejim patologiyani aniqlashga yordam beradi. Bu rasmdagi bemorda kichkina patologik maydon bor. Ehtimol birortangiz ko'rgandirsiz, balki ko'rmagandirsiz, e'tibor qilib qarasangiz ko'rinadi. Endi bu holatni flare tasvirga o'tkazib, flare rejimga o'tkazib tasvirni ko'rganimizda ushbu o'choq yana ham aniqroq ko'rinadi.
bizda demak subkortikal oq modda oqargan holatda mana strikada ko'rsatilgan oqargan zichligiga oshgan holatni ko'rib turibmiz. Bu temporaktipita zonada joylashgan. Bu shish, ya'ni edema bo'lgan joydir. U kortikal venoz tromboz sababli yuzaga kelgan. Shu sababli T2dagi shubhali narsaga flare rejimi orqali javob topamiz. Ya'ni T2da nimadir biz noto'g'ri ko'rinayotgan bo'lsa, flare orqali uni isbotlaymiz. Ko'plab patologiyalar shish yuzaga keltiradi. Shish o'zida bilamiz suvni tutadi va bu T2 va flare rejimida oqargan holatda, demak giperdens ko'rinadi. Bu yerda yuqorida bu holatlarni ham aytib o'tdik. Demak, suv odatda oshqornichalar va suvaxnalar bo'shliqlarda bo'ladi. T2da suv oq ko'rinadi. Flare'da esa suv molekulyalari depressiyaga uchragani uchun odatda suv ko'rinmaydi, ya'ni yoki qora ko'rinadi. Mabodo parenximada suv paydo bo'lib qolsa, flare'da u yuzaga chiqadi, ya'ni ko'rinadi. Endi biz T1 rejimi haqida gapirib o'tsak, T1 rejimini qachon qilamiz? Ko'pchilik mutaxassislar T1 ni asosan o'sha anatomiyani, bosh miya anatomiyasini normal holatdami yoki yo'qligini ko'rish uchun ishlatamiz deyishadi. Lekin ba'zida bunga qo'llab-quvvatlashga qo'shilmayman bu fikrga. Ko'plab patologiyalar T1 da qora ko'rinadi. Lekin ba'zi patologiyalar borki, ular T1 rejimida giperetensiv, ya'ni oqargan holatda ko'rinadi. Bu qoidani bilish va ishlatish ham bizni to'g'ri diagnozga olib keladi. Endi bu gapimizga misol keltirib o'tsak, ko'plab patologiyalarda T1 da qora ko'rinadi odatda. Agar biz T1 da nimadir giperetensiv ko'rsak, bizda dif diagnostika doiramiz ancha kamayib ketadi. Demak, birinchi rasmga e'tibor qilamiz. Birinchi rasmda kompyuter tomografiya tasvirida o'ng qorinchaga qon quyilganini ko'rishimiz mumkin. Subakut gemorragiya yozib qo'yilgan. Chiziqchada ham ko'rsatilgan. T1 da ham biz kompyuter tomografiya qilganimizda ham T1 da ham oq, ya'ni giperintensiv gemorragiyani ko'rib turibmiz. T1 dagi gemorragiya o'ta o'tkir emas, ya'ni subakut, ya'ni o'tkir osti hisoblanadi. Bu nimani bildiradi? Gemorragiyadan bir necha kundan keyin paydo bo'luvchi holat hisoblanadi. T1 rejimida demak gemorragiyalar bir muncha vaqtdan keyin sodir bo'ladi, ya'ni bu o'tkir yangi insult deb aytmaymiz. Yana bir misol, ikkinchi rasmga qarasak, bu holatni ko'rib turib, to'liq kompyuter tomografiyaga e'tibor berganingizda, to'liq patologiya deb ham bo'lmaydi. Bu tasodifiy topilma deb nomlasak bo'ladi. Va MRT qilib ko'rganimizda shu holatda mana strelkalar bilan ko'rsatilgan joyda giperdens strukturaga ko'zimiz tushadi. Ya'ni bizda oqargan holat mana strelkalarda ko'rsatilgan, ko'rib turibsizlar. Ya'ni korpus kolozum nimagadir oqarib qolgan. Kompyuter tomografda esa u qora ko'rinyapti. U qora ko'rinyapti. U qon bo'lganda, demak, kompyuter tomografiyada oq ko'rinishi kerak. Demak, bu qon emas. Kompyuter tomografiya qora turibdi. Bu nima bo'lishi mumkin? Bizda gipodens, ya'ni qora nima ekanligini eslab o'tsak, bizda suv, yog' va havo bor edi. Shular bizda qora ko'rinadi. Bizning holatda bu yog' to'qimasi hisoblanadi. Bu yaxshi sifatli lipomadir. U o'z tarkibida faqat yog' tutadi. Demak, bilib oldik. Ikkinchi rasmdagi qora ko'ringan kompyuter tomografiyada bu qora ko'ringan va T1 da oq ko'ringan narsa lipomadir. Demak, endi e'tiborlaringizni uchinchi rasmga qaratsangiz, bunda T1 da patologik to'qima o'chog'i ko'rib turibmiz. Demak, bizda tromb bor, strelka bilan
ko'rsatib qo'yilgan o'ng transvers sinus sohasidagi giperintensiv o'choqqa ko'zimiz tushyapti. Bu miya sinusidagi tirnoq hisoblanadi. Biz xuddi o'ng yuqori burchakdagi rasm kabi qonni ko'rib turibmiz. Kechasida adashib ketdim. Mana chap birinchi rasmdagi kabi oqargan qonni ko'rib turibmiz. Undan tashqari yana bir qolgan misollardan ko'rib chiqsak, 4-chi rasmga qarasak, bizda bu oqarib turgan joy globus pallidus zonasiga to'g'ri keladi. U T1da giperintensiv, ya'ni oqargan holatda ko'rinyapti. Nimaga bu yer oq ko'rinmoqda? Bemorda jigar sirrozi tashxisi aniqlangan. Albatta, MRTda doim kartinaga qarab bir narsa deyish qiyin bo'ladi ba'zan. Bemorning klinikasi tashxis qo'yishga yordam beradi. Bemorda bizda demak bu holatda jigar sirrozi aniqlangan. Marganez oq sharda globus pallidusda to'planib qolgan. Shu sababli oqargan holatda ko'rinyapti. Undan tashqari kalsiy kristallari, mis, xrom kabi moddalar ham shu jigar kasalliklarida zararlanib, aynan shu holatda ko'rinishi mumkin. Demak, bizda chapki burchakki 5-rasmga e'tibor qilishingizni so'raymiz. Demak, 5-rasmda bizda kistalar berilgan. Birinchisi, demak, chapdan o'ngga kolloid kista, bu 3-qorinchada rivojlanadi. Demak, birinchisi kolloid kista bo'ldi 3-qorinchadagi. O'rtadagi rasmda bizda radke qilib, ya'ni radke cho'ntagidagi kistasi, bu 4-gipofizda joylashadi ko'proq. 3-si bo'lsa kraniofaringioma hisoblanadi. Ularning hammasi giperdens, ya'ni oq. Chunki ular oqsillik suyuqlik saqlaydi. Oqsillar oq ko'rinadi bizda. Demak, bizda xulosa qiladigan bo'lsak, T1da qon, minerallar, yog' va oqsillar oqargan holatda giperintensiv ko'rinadi. Biz T1, T2 flayerni ko'rib chiqdik. Endi navbat DVI rejimiga. Diffuse weighted images. Bularni qisqartirilgani albatta DVI deyiladi. Bizdagi chapdagi flayer rejimiga qarasak, bu bemor qari inson hisoblanadi. Bemorda ko'plab atrofiyalar bor, ko'rib turibsiz, miya ya'ni ozigan. Bu bemorda oq modda zararlanish belgilari bor. Buni sababi surunkali mikroqon tomir mikrosirkulyatsiya kasalliklari hisoblanadi. Bu qari bemorda glioz rivojlanib, mayda qon tomirlar patologiyasi sababli perfuziya buzilishidan kelib chiqqan chandiqlar hisoblanadi. Ya'ni shu oqargan joylarni nazarda tutyapmiz. Demak, bular chandiqdir. Shram ruscha qarab aytganda. Bemorda to'satdan o'tkir o'ng qo'lda parez, ya'ni ishlamay qolishi rivojlangan. Flayer tasvirida biz bu parezni sababini izohlab beruvchi biror bir ilmoq topa olmaymiz. Demak, hammasi bir xil turibdi. Chap tarafda ham, o'ng tarafda ham, oldida ham, orqada ham. Demak, biz shu holatni, demak, DVI rejimiga o'tkazib bemorni tasvirni hosil qiladigan bo'lsak, o'choq mana deb chiqib keladi. Demak, strekada ko'rsatib qo'yilgan o'ng tomondagi DVI rejim. Acute ischemic infection, ya'ni bu o'tkir ischemik infarktdir. DVI rejimi demak ischemik holatlarni giperintensiv holatda ko'rsatib beradi. Ya'ni DVI rejimini ko'rganimizda ischemiya oq holatda ko'rinadi. Mana bizga DVI rejimi nima kerak? DVI rejimi biz o'tkir holatdagi ischemik insultni tashxisini qo'yishimiz uchun bizga kerak bo'ladi. Yana bir mana ischemik insultga uchragan bemorni tasviriga ko'zingiz tushyapti. Chap talamusda patologiyani ko'ryapmiz. Demak, DVI rejimida streka qilib ko'rsatib qo'yilgan. U giperdens ko'rinishga ega, lekin demak, bizdagi holat talamusda giperdens ko'rinishiga ega hisoblanyapti, lekin xuddi shu holatni yana bir rejimimiz bor. ADC-MAP degan rejimi.
ADC map rejimiga olganimizda ushbu ishemik holat qora ko'rinyapti. Demak, ADC map, ya'ni ADC karta bu nima? DVI rejimi bu T2 ni bir sub varianti, ya'ni modifikatsion variant hisoblanadi. Demak, bu yuqorida aytganimizdek barcha ko'pgina tasvirlar T1 va T2 dan kelib chiqadi. Demak, DVI ham istisno emas. DVI ham bu T2 ni modifikatsion variant hisoblanadi. Shunday modifikatsiya qilinganki, miya to'qimasidagi qaysi suv molekulalari erkin holatda ekanligini darajasini ko'rsatib beradi. Biz DVI ga qarasak, u T2 ni bir turi bo'lishiga qaramasdan suvni qora ko'rsatishini ko'ramiz. Ya'niki oldingi rasmga o'tkazsak, farq qilganimiz bormidi ekan? Bu yerda yo'q ekan. Demak, nimaga bunday bo'lyapti? Ya'ni suv nega qora ko'rinyapti? Chunki suv molekulalari qorinchalar sistemasi orqali erkin harakatlana oladi. Qorinchalarda ko'pgina diffuz suv molekulalari bor va DVI'da suv molekulalari ko'pligiga qaramay ular qora ko'rinadi. Demak, DVI'da suv molekulalari qora ko'rinadi. Suv diffuz tarqalishi yoki harakat qobiliyati cheklanib qolsa, kechirasizlar, gapimizni boshqatdan boshlasak, suv diffuziyasi, demak, DVI haqida gaplashyotgandik. Suv diffuziyasi yoki harakat qobiliyati cheklanib qolsa, biz DVI'da gipertens holat ko'ramiz. Demak, suv qayerdadir to'planib qoldi. Ishemiya sababli yuzaga keladi bu. Suv to'planib qolgani bizga DVI'da oppoq bo'lib ko'rinib keladi. Ya'ni o'tkir ishemik insultda neyronlar shishadi. Bu hujayraaro bo'shliqni toraytirib beradi. Bu toraygan bo'shliqda odatda suv bo'ladi. Shishgan, ya'ni toraygan hujayralararo bo'shliqda suv diffuziyati, ya'ni suvni diffuz harakati qilishi bo'lmaydi va shu diffuziya bo'lmagan joylarda bizda shu qoraygan tasvir bo'lmaydi. DVI T2 rejimini bir turi bo'lgani uchun biz chapdagi DVI ga qarab, chapdagi tasvirdagi chapdagi DVI snimkasiga qarab 100% amin bo'lmagan bo'lardik. Demak, biz ADC mapni qachon ishlatamiz? DVI ga qarab 100% amin bo'lmagan holatimizda ishlatamiz. Shu sababli ADC kartaga qaraymiz. ADC kartada DVI ni kompyuter tomografiya tarafidan hisoblab chiqilgan bir variant hisoblanadi. Ya'ni bu kompyuter bir algoritm tuzib hisoblab beradi. Agar zararlanish diffuz chegaralangan bo'lsa, ya'ni restriksiya deyiladi. Diffuz zararlanish chegaralangan bo'lsa, DVI'da giperintensiv, ADC mapda bo'lsa gipointensiv qora ko'rinadi. Demak, bizning holatimizda bo'lgani kabi, mana chap tarafda oq ko'rinyapti DVI rejimida, xuddi shu tasvir ADC map ko'rganimizda qora ko'rinyapti. Bu bir-birini isbotlayapti. Agar teskari bo'lganda, demak, DVI'da gipo, ADC mapda giperdens bo'lganda biz zararlanishni suv molekulalari diffuz harakati cheklanishi hisoblamaymiz. Ya'ni boshqa patologiyalarni o'ylab ko'rishimiz kerak edi. Ya'ni biz teskari bo'lganda DVI'da gipo, ADSda qora bo'lganda boshqa narsalarni haqida o'ylashimiz kerak. Ya'ni o'smaga o'xshagan patologiyalar, ya'ni bu insult emas. Buni T2 shine-through artefakti deb ataymiz. Shu sabab biz avval T2 ga, keyin DVI ga qaraymiz. Demak, ishemik insultlarni hujayralarda shishgan bo'ladi. Shu sabab suv erkin harakatlana olmaydi. Buni DVI'da biz oq ko'ramiz. ADC map buni qora ko'rinishda tasdiqlab beradi.